Assalomu alaykum aziz o'quvchim, mani kanalimga xush kelibsiz. 1 metr sholk matoni va astarlik matoni mana shunaqa qilib bo'laklarga bo'lib oldim. Endi gavdani bichib olaman. Ko'ylakni gavdasini va etaklarini bichib oldim. Etekni uzunligi standart razmer bo'yicha 50 cm, astarini uzunligi undan 5 cm kalta bo'ladi, ya'ni 45 cm bo'ladi. Undan keyin asosiy mato sholk bo'lganligi uchun gavdani birinchi astar matodan bichdim. Astar matoga Valensiya krep shifon matosidan foydalandim. Uni yaxshilab dazmol bosib olganimdan keyin gavdani andozasini qo'yib bichib oldim. Bu mato o'z qaddi qomatini ushlay oladi. Bunisi esa ushlay olmaydi. Shuning uchun astardan gavdani birinchi bichdim. Bundan oldingi videoyimda asosiy matodan gavdani bichib, keyin astarni ustiga qo'yib tikkandim. Bunisida teskarisini qilaman. Sababi asosiy mato o'z qaddi qomatini ushlay olmaydi. Shuning uchun astardan birinchi gavdani bichib oldim, keyin asosiy matoni ustiga qo'yib tikib olaman. Astarlik va asosiy matoni bir-biriga qo'shib, qo'l chokida mana shunaqa qilib tikib chiqdim. Hamma joyini tikib oldim. Endi ortiqcha matolarni kesib olib tashlayman. Gavdani bichib tayyor qilib oldim. Endi tikishni boshlasam ham bo'ladi. Qaranglar qizlar, yaxshilab ahamiyat berib, ko'rib, tushunib olinglar. Agar tikayotgan ko'ylagingiz shifon, sholk, organza, jatka, shtampil va shunga o'xshagan juda yupqa va qaddi qomatini ushlay olmaydigan mato bo'ladigan bo'lsa, u matodan siz kasabeka bichasiz. Bo'yniga, yengiga tikish uchun. Kasabekani bichish uchun mana shu usuldan foydalanasiz. Qaranglar. Har doim esinglarda bo'lsin. Matoni, kusogini oq chit matoni ustiga yoyasiz. Oq chit mato buni o'ziga tortib ushlab turadi qizlar. Agar oq chitni ustiga yoymasdan stol ustiga yoyadigan bo'lsangiz, bu sirg'anib ketaveradi. Kasabekani dalevoyni topishga qiynalasiz. Shunaqa bo'lmasligi uchun, to'g'ri chiqishi uchun mana bu oq chitni ustiga yoyib olasiz matoni, dazmol bosib olasiz, undan keyin dalevoyni topasiz, undan keyin uголок lineykani qo'yib, mana shunaqa qilib kasabekani chizig'ini kassoyiga chizib olasiz. Chizib olganingizdan keyin qaranglar, kasabekangiz tayyor holida 1 cm 2 mm bo'lishini xohlasangiz, kasabekani enini 5 cm qilib olasiz. Agar kasabekangiz tayyor holida 1 cm bo'lishini xohlasangiz, 4,5 cm qilib olasiz. Agar kasabekani eni 0,7 mm bo'lishini xohlasangiz, 3,5 yoki 4 cm qilib kasabekani enini bichib olasiz. Kasabeka 4 buklangan vaqtda shunaqa o'lchamlarda chiqadi. Keyin eng kichkina kasabekani eni 3 cm bo'ladi, eng kattasi 5 cm bo'ladi. Undan kattasi o'sha katta bo'lib ketadi qizlar. Grubiy va xunuk bo'lib qoladi. Eng kattasi mana shu 5 cm. Shunday qilib kasabekani o'zingizga kerak bo'lgan enida o'lchab kesib olasiz. Tushundinglar qizlar? Mana kasabekani enini 4 cm qilib kesib oldim. Keyin uni 2 buklab tikib oldim.
Endi buni dazmol bosaman. Undan keyin yana 2 marta buklayman. Eni 4 santimetrlik kasabekani 2 buklab tikib dazmol bosganimda tayyor holida mana shunaqangi 0,7 millimetrlik kasabeka paydo bo'ladi. Mana. Qo'l chokida tikib dazmol bosib oldim. Shunda bir xil simmetrичный bo'lib chiqadi qizlar. Hammasini o'lchab ko'rsam 0,7 millimetr chiqqan. Endi bu kasabekalarni bemalol bo'yin aylanasi va yeng aylanasiga tiksam bo'ladi. Gavdani oldi va orqasini bir-biriga qo'shib, yelkalarini va bokovoyini qo'l chokida tikib oldim. Undan keyin mashina bilan tikdim. Keyin orqaga zamok qo'yilganligi uchun zamokni o'rniga 1 santimetr flizelinni dazmolda yopishtirib oldim. Endi buni overlock qilib olaman. Gavdani choklariga dazmol bosib olganimdan keyin endi bo'yin aylanasi va qo'ltiq aylanasiga kasabekani tikib olaman. 1 yoshdan 15 yoshgacha to'g'ri keladigan qizchalarni gavdasini asos andozasini sotaman. Narxi 200 ming so'm. Kasabekani bo'yin aylanasiga va qo'ltiq aylanasiga qo'l chokida tikib oldim. Undan keyin mashina bilan tikib tayyor qilib oldim. Endi qo'l chokida tikkan iplarimni so'tib olib tashlayman. Astar va asosiy matoni belini burmaga yig'ib tikishga tayyor qilib oldim. Endi etek va gavdani bir-biriga qo'shib belini tiksam bo'ladi. Ko'ynakni belini birinchi qo'l chokida bir xil qilib tikib chiqdim. Undan keyin mashina bilan tikib overlock qilib oldim. Shunday qilib belini tayyor qildim. Endi ko'ynakni orqasiga potaynoy zamokni tikib olaman. Ko'ynakni orqasiga хбшный potaynoy zamokni birinchi qo'l chokida tikib oldim. Tikayotgan vaqtimda bel choki bilan mana bu bo'yin chokini bir-biriga simmetrичный qilib bulavka qadab, undan keyin qo'l chokida tikib mashinada tikib oldim. Keyin qizlar ko'ylakchani qizcha kiyib yechishi oson bo'lishi uchun beldan 25-20 santimetr pastga tushsangiz, shunda ko'ylakni yechib kiyish oson bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, ko'ylakchani tikib bo'ldim. Darsim foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozib ketinglar. Tikkan ko'ylagimni egasi primerkaga qo'g'irchoqlarini ko'tarib kelibdilar. Menga deydi qo'g'irchog'im bilan deydi bir xil qilib ko'ylak tikib bering deb qo'g'irchoqlarini tashlab ketdi. Keyin qo'g'irchoqlariga ham mana shunaqangi ko'ylakni tikdim. Shunday qilib qo'g'irchoqqa ham ko'ylakcha tikdim. Zo'r narsa ekan qizlar. Qizinglarga, navaranglarga, qarindoshi qizlariga mana shunaqa qilib qo'g'irchoq bilan ko'ylakni kiyg'azsanglar shunaqangi xursand bo'lishar ekan. Maslahat beraman, bitta tikib beringlar qizlar. Qizlar ko'ylakni egasini dadalari videoga olishga ruxsat bermadilar. Shuning uchun ko'ylakni akamni qizlariga kiyg'azdirib videoga tushirdim.